Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik bölüm okulyaptı. Bugün halajayga su koyup koyuş hakkındaki mezmunda toxtalymyz. 143 numurluk bu hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizge Abdullah ibn Muhammed degan kishi hadis sözlep bergen edi deydi. Bu kişinin tercümalı başta ötken El-Cafil Musnedi namıyla meşhur bulapma iman hakkındaki babda. Bu zat bizge Haşim ibn Qasim hadis sözlep bergen edi dep şunaqdaydı. Bu kişinin kunyası Ebu Nezir namıyla meşhur. Özetteki Xurasanlık adam. Bağdat'ta kilip yerleşip Bağdat'ta özdeki Kaysar namıyla dep tonulgan. Şu peytlerde. Öz devirdeki meşhur muhaddis hem şunaqla sünnetçi adam. Bağdatlıklar bu adam bilen faxrlanatdi. Bağdatning bir ko'zi ko'ringan bir mo'tabar ustozlardan biri. 207-yili o'lib ketgan, 73 yoshda. Endi mushu hadis kitoblari ichida Haşim ibn Qasim desa mushadan meşhur. Bu büyük deydi bizge Varqa hadis sözlep bergen idi dep shunaq deydi. Undaqda Varqa ibn Umar degan kishi bo'lib, bu kishi kunyasi Abu Bashar namıyla meşhur. Tigi bizning Turkiston rayonlaridan Xavarzmni, hozirgi O'zbekistonniki Xiva deniladi. Bu adam ayni vaqtdagi Iroqniki Madon shahrida shu yerda yerlashgan. Bu zatmi shu davrdagi meşhur hadisshunoslardan bo'lib, ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida bir qism bizning shogirdlarini bo'lib, masalan, Shobat ibn Hajjaj degan olimlar Varqani ching to'tib shogirdlarga tavsiya qilgan. Ko'zing undaq odamni ko'raolmaydi degandek. Hamda ulamolar rostchil, yaxshi degandek baholarni bergan bo'lib, bu kishiniki 169-yilda o'lib ketganligini xotirlangan. Bu zat Ubeydullah ibn Abi Yazid degan kishidan bayon qilyapti, hadisni rivoyat qilyapti. Undaqda Ubeydullah ibn Abi Yazid degan kishi bo'lsa, tigi Qurayshga tutishdi. O'zini ishonchlik ko'p hadis rivoyat qilgan. Chunki Imom Ibn Abbosning shogirdi-da bu odam. 126-yilda o'lib ketgan. Bu kishiniki bu Toifi deb laqab bo'lgan nisbati. Avvaldan qaraganda shu Toifda yashagan odam bo'lishi mumkin. Chunki ustozi Abdullah ibn Abbosning qabrisi Toifda keyingi mezgilda shu yerda yerlashib, shu yerda dunyodan o'tgan. Bu zaten bizning ustozi Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu Resulullah'niki bu nevre inisi orqali rivoyat qilyapti. Abdullah ibn Abbos aytib, haqiqatan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xalajaga kirdi deb. Yani Abdullah ibn Abbosniki Resulullah'ni ko'rib turib, anglab turib rivoyat qilgan hadisi faqat bir necha hadis deb boshda biz aytgan edik. Mana mush hadis Abdullah ibn Abbosning payg'ambar alayhisolatu vasallamni ko'rib turib, o'z ko'zi bilan naq bo'layotgan ahvollarni, amaliy turmushni deb rivoyat qilayotgan hadislarning biri. Resulullah o birine kirgan vaqtida men darhol Resulullahga bir tarat suv qo'yib qo'ydim deydi. Shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, bu birdan chiqib oyatni rivoyat qilib, bu suvni kim qo'yib qo'ydi degandan keyin xabar berildi-da. Xabarni Maymuna radhiyallohu anha bergan. Kim qo'yib qo'ydi desa, achamning bolasi degandek bir gaplar bilan-da. Chunki Maymuna radhiyallohu anha hammasi ona tarafdan. Peygamberimiz dua qilib, ey Allah, buni dinda faqih qilib etgan. Diniy masalalarni tushunadigan faqih qilib etgan degan. Bu hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhu'niki fazilati bayon qilingan hadis hamda. O nima deganda payg'ambarimizniki duosiga, duo sharifiga erishgan. Haqiqatan Abdullah ibn Abbos sahobalarning ichidagi eng dangliq faqih. Hatta o'zi kichik vaqtida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu davlatniki kengash saroylariga akiratdi. Bu vaqtda masjidda oddiy bir kengash qurultoylari. Hashamatli bunda parlament binolari yo'q.
Şu devletning ishlarini bir taraf qiladigan, masalalarni hal qiladigan maslahat so'rovlariga Abdullah ibn Abbosni Umar ibn Xattob kichik 20 necha yoshdan oldi keyindagi bola atiq shu vaqtda. İlib oladi. Bir qism sahobalar bir qisma bo'lib qoladi hamda, lekin mavu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duosiga erishgan faqih degandek mazmunda xitob qiladi. Rasulullohning demak duosining sharifiga dunyodan erishgan büyük. Bu dinda faqih bo'lish masalasi ajoyib katta ishlar. Bu dinda o'qiganlardan faqih bo'lolmaydi. Eng muhim, nozik, inchik taraflarni bağlash bir-biriga. Bağlagandan serit o'qigan fiqh masalalarni amaliyotga bağlash, tatbiqlash. Bu nozik masala. Mana mushundaq masalalarni hal qila oladigan, şun necha minglagan xavarishlarni raddiya berish orqali, o'zining so'zi bilan, o'zining go'shi bilan o'zini qo'rish orqali bu musulmonlar tarafiga qaytirib kelgan odam bu. Faqihligidir. Yani birisi Abdullah ibn Abbos'ninki tabiiy ham zakiylikka chiqib turibdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amaliyotda suv akib qo'yinglar demagan. Rasulullohning darhol kirib ketganini ko'rib bilan bu suv akilib bilan Rasululloh chiqadigan joyga ham o birini oldi qo'yib qo'ygan. Rasululloh hayronlikda kim qilib qo'ydi mani deb ibn Abbos degandikilar Rasululloh xursand bo'lib duo qilgan. Bu nima degan vaqtida Abdullah ibn Abbosniki yana bir zakiy, zirakligi chiqib turibdi. Bu kichik vaqtda tig'i 10 yoshning oldi keyindik vaqtlar ma'u. Rasululloh o'lib ketgan vaqt shu 12-13 yoshlik bola. Şonlaşqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki duasının berekatinden bu adamdaki 1660 tane hadis rivayet kılgan tahminen. Demek bu hadiste yani bir biz ügündiğen nokta bizge bir adam yaxşılık kılgan bolsa onun ait güzel tileklerini, yaxşı dualarını kılışımız bu bir sünnetlik çıkıp durwatıdı. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.